Assalomu alaykum, Tor dunyosida barliq qarindoshlar. Oilamizning YouTube kanaliga hoş geldinglar. Bugungi bu yangi usuldagi videoni chiqarish oldida shu oilamizning shu kanalini bir qisqacha bir tunishtirib o'tishni to'g'ri ko'rdim. Oilamizning bu kanali bo'lsa, shu muajiratga barliq biz demaklik yosh qarindoshlarımızdan bulup uyuchaqliq bo'lib, farzandlik bo'lgan qarindoshlarimiz bilan shu bal beqish to'g'riliq, turmush to'g'riliq bo'lgan ko'rgan kechgalarimizni qarindoshlarimiz bilan tang ham bahramand bo'libmi shu bal beqish to'g'riliq tajribalarimiz bo'lsa, o'zaro mungdashib, so'z qilish maqsad ochgan kanal. Shu jarayonda hamda men ba'zan qarindoshlarimiz, meni tunuydigan qarindoshlarimizniki bilganidek o'zim hozir shu Amerikaniki quruq armiyasida askar bo'lib ishlayapman. Mush jarayonda hamda ayolimniki o'ziniki meniki xizmatim orqali ko'rgan kechganlarini o'ziniki shunday bir orzusi bor. Meni shuna bir ziyorat qilib, shu askarlik to'g'riliq meniki tushunchalarimni shuna bir suratga olib xotir qoldirish o'ylayapti. Shu jarayonda bo'lib yaqinda nurg'un yosh qarindoshlarimiz, bo'lib Amerikada turayotgan yosh qarindoshlarimiz, do'stlarimiz shu askarlik to'g'riliq nurg'un savollarni, ham shu askarlik kirish to'g'riliq o'ylar bo'layotgan yoshlar bo'lib o'tibdi. Ular menga shu ijtimoiy tarmoqlar orqali savollarni qoldiryapti. Shuning uchun hamda yana shu qarindoshlarimiz o'xshash boshqa qarindoshlarmi bor, o'ylanib, yo bo'lmasa qiziqadigan qarindoshlar bo'lib qolsa deb, shu bugun ayolim shu bir qisqacha o'ziniki to'plagan savollarini so'rgan asosda bir video ishlash oldi turyapmiz. Tuanda hamda ayolim savol so'raydi, men javob beraman. O'zimning ta'sirotlarimizga asoslanib, shuni qiziqsanglar, taqtinglar tuvanki suhbatimizda bo'lsin. Suhbatdan keyin agar sizlarniki o'zinglarni o'ylagan savolinglar bor, lekin biz so'zlab o'tmagan yerlar bo'lsa, shu videomizning shu tuvanki so'z qilish rayonida so'zinglarni qoldirsanglar, ya bo'lmasa shu ijtimoiy tarmoq orqali meniki Facebook bilan, Instagram bilan so'z qoldirsanglar, aloqa qilsanglar, qiziqqan bolalar, men cho'qim qo'limdan kelishicha o'zimning ko'rgan kechganlarga asoslanib taklif fikrlarimni beraman. Unda bo'lsa daqtingga tuvanki suhbatimiz bo'lsin. Assalomu alaykum muhtar efendim, hoş geldiniz. Hoş buldum. Şu Amerika askerlik sistemasini bir qisqacha bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Amerikaniki askerlik sistemasi hamda mencha qiziqqan bolalar uchun hammanglar bilsizlar, Google qilsanglar bilan chiqadi-ku. Lekin hamda mening tushunchimda hamda o'zinglar bilsizlar, askerlikniki qaysi shu bir 5 turga ayiradi, Amerikanikida. Birisi dengizlik armiyasi, birisi havo armiyasi, birisi quruq armiya, anaqidan Marine deb dengiz bilan quruqlikning birlashmasi, ham quruqlikda ham dengizda vazifalarni o'rinlaydigan qism bor. Odatda ular navy hisob. Yaqinda anaqidan oldingi yili Space Force deb olam bo'shliq yangi bir qismni ochdi. Shu cho'ng bir 5 cho'ng turga ayiradi Amerikaniki askarlik sistemasi. Siz qatnashganingiz? Men qatnashganim quruq armiya bo'ldi. Qachon qatnashdingiz va nima sababdan qatnashganingizni bir tushuntirib bergan bo'lsangiz? Bu nihoyat yaxshi savol bo'ldi. Men 2015-yili 11-oyda shu quruq armiyaga qatnashdim. Hamda qatnash sababimni deb aytsak, bu bak uzun hikoya, lekin men hamda amalda qisqacha tushuntirishga tirishay. 2000 hamda muajiratga
qarindoshlarimiz bilsizlar, yangi yurt chet elga chiqib, chet elning yangi turmushini ko'rib, ko'rgandan keyin nurg'un hamda yangi muhitga shu kunishib, nurg'un vaqtlar ketdi. Shu jarayonda hamda shaxsan men hamda kelib, tabiiylamni nurg'un Uyg'ur qarindoshlarimiz o'xshash o'zimizningki shu jamoatimiz ko'proq o'ltiraqlashgan yerlarga bordik. Berib shu qarindoshlarimizning yordamiga erishib, shu o'zimizningki shu chambarak ichimizda yashash to'g'ri keldiga dastlab boshlanganda. Hamda bu jarayonda hamda nimani his qildingiz desangiz shu odam ham insonniki shu rahatlik izlash bir ojizlik yerimiz deymizmi? Bir rahatlik bir chambarakimiz kirib olgandan keyin aldığı ilgilişimiz bir asla qildik. Bo'libmi biz o'xshash ko'chman insonlar ama shu yerlik madaniyatga shu mainstream deydi ingliz so'zga shu yerlik turmushga shu yerlik jamiyatga bevosita kirishnikki bir qisqa hamda tashkillikka bizga bir atlab mushlar bilan onun nurg'un vaqt ketadi ekan. Bu jarayonda bizniki shu o'zimizniki shu jamoatimizning ichidami men kelgan vaqtda shu bir qancha Uyg'ur bola barkandi askarlik qatnashib, meniki ham yaqinlarimdan birisi bor. Shularni uni ko'rib shunday hayajon faxrlanib, ular orqali shu askarlikniki nurg'un afzalliklari nurg'un hamda burunqi tushunchimiz qaraganda cho'nqurroq tushundim shular orqali. Tushunib, anaqadan shaxsan men o'zim hamda mishaga o'zinglar bilsizlar, hamda shu chet elda kelgandan keyin mishada bir erkin dunyoda yashash fursatiga erishdik. Hamda shularni universal o'yli shu birinchidan mishaga qatnashib askarlikka kirib qilsangiz birinchidan o'zingizga til jihatda bir yaxshi puxtanish bir fursat bo'ldi ekan. Abu men deb o'tgandek o'zingizning mana shu jamoatimizning ichida yashab odatda yana shu yurtda yashagandek tuyg'ularda intilib bo'lgandan keyin mana til jihatda ilgilishimiz bek osti bo'ldi ekan. Bu birinchi sabab. Ana kirgandan keyin muhitning shu 100% shu askarlikning muhitning ichida bakrak tezroq til saviyamiz ustida deb his qildim. Shuni o'ylagan ayni vaqtda. Ikkinchidan shu askarlikni ayni vaqtda o'zimning o'ylaganimni kirsam bir badan jihatda bir yaxshi bir chiniqib bir ish kuchi anaqadan buni hamda tuandan tushuntirib o'taman. Ama askarlikniki sistemdan nadan nagcha bo'lganini. Bu bir eng muhimi hamda shu o'zinglar bilgandek Amerikada hamda askarlarni bak qadrlaydi, chunki shu Amerikada noposiniki 1%dan az odam shu askarlik qatnashib, Amerikaniki shu qudratli shu askariy kuchlarni o'ziniki bir kishilik hassasini to'kib qo'shadi ekan-ku. Unda bo'lgandan keyin 1% oz odam quvvatgan ish bo'lgandan keyin bu Amerika jamiyatimi askarlarniki hurmatini shunday qiladi. Bo'lgandan keyin anaqadan shu mening o'ylaganim shu hamda men shu Amerika davlati bizga shunday ikkinchi shunday bir erkin davlat yashash fursatini bergandan keyin men bir o'zimniki bir kishilik hassamni qo'shib o'zim hamda ko'nglimda men shu davlat uchun ish bo'lmaganda biz o'smi davlatga bir mulozimat askarlik ishini qildim deb o'zimning shu vijdon jihatda bir shu davlatga biz qildim-ku, men qarzimni biz qaytardim-ku degan niyatlarda bo'lgandim. Yana birisi shu nurg'unlikqa afzalliklarga foyda benefit deymizmi? O'ziniki shu nurg'unlikqa yaxshi o'ziniki ta'minlash jihatlarida nurg'un afzalliklar bo'lgandan keyin shu sabablardan bir universal o'ylashib o'zimni bir chiniqtiray deb
2015 kirgan. Rahmat. Mush tizimlikka elish jarayonini bir tushuntirib beramiz. Qanday tizimlik oldi, qanday to'xtamlarni tuzdingiz? Mush to'xtam tuzishdan burun qanday o'ylandingiz? Degandek narsalarni bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bo'ldi, shu bu yerda shu hamda askarlik desak, bizning ham bilib yurtda cho'ng oldik. Hayotimiz hozirga qadar ham ko'p qism vaqtimiz yurt o'tdi, 25-26 yil vaqtimiz. Askar desa bir xilda shu askarlik kirkit baş bir umr shu ba'zi ishlarlar o'tadigandak ashuna o'y fikr kirdi dastlabda. Lekin Amerikada undaq emas, cho'ng farq shundoq zo'rda. Shu bu Amerikaniki qanday desangiz shu butun shu bu askarlikniki xuddi bir shirkat bilan to'xtamlashgan o'xshash ish bo'ldi ekan-ku. Boshda bir azvabda bir imtihon bor, universal imtihon, buningda shu butun shu til, til adabiyot o'qishingiz, matematika, algebra, ximiya, fizika, universal fan texnika deydi, mexanik, qatorliq universal bir 4 soatlik bir imtihon bor. Buni hamda imtihon tayyorlik qilish uchun to'g'ri chiqsa shu tayyorlikdan kitoblar va to'g'rida hozir to'g'ri o'tgan darslarmi bor ekan, agar qiziqib shuni qilmaydigan bo'lsangiz. Shuni tayyorlik qilib imtihon bersiz, imtihon natijangiz chiqqandan keyin shu natijangizga qarata ana universal imtihon bo'lgan ekan, shu universal natijangiz qarab, sinov majatdagi bilim qurilma alayliging barka, mush alayliging asosida sanga mundaq xizmatlar mos keldi ekan deb sizga shu natijangiz qarata tanlashni tashlaydi Alloh. Endi buni deyishga maqsadim bu askarlikda butun shu jamiyatimizga bor kasblar, hamda shu kichik bir organizatsiyada hamma shu kasblar bor demakchi. Shu birsi natijangiz qarta tanlaydi, yana birsi agar o'zingizniki ko'nglingiz pishib qolgan, masalan misol olaylik, hozir Amerikadagi yoshlarimiz, nurg'un yoshlarimiz ITchilik qilyapti. ITlik qiziqib, ITlikning kirimi yaxshi bo'ldi ekan deb qilyapti. Agar haqiqiy ITchilik qiziqqan bolalar bo'lsa, askarlikda nurg'un ITchilikning nurg'un kasblari bor. Masalan shu cyber shu yangi texnikning shu ITchilikni hozirgi eng yuqori oldinga qadar ketayotgan kasblar degandek. Ammo shu kasbga men qiziqman, men shuni qilalaymanmi deydigan qarindoshlar bo'lsa, albatta bo'ladi. Buni aniqlama shu recruiter shu askarlikka qabul qilgan shu har bir shaharda ularning ishqollari bo'ldi, o'sha kirib, men shunday kasb qiziqman desa, ular aniqdan shu kasbga mos keladigan nomerlarni deb turdi. Ya bo'lmasa o'zi goarmy.com deb askarniki, o'ziniki torbatlari bor. Unda buni tafsiliy tushuntirgan qancha nomer ketadi, qancha tayyorlik qilish ketadi degandek-ku. Hamda buni deyishlik maqsadim shu kasb shunda hamda Amerikaniki go'zal yeri shu kirishdan boshlab shunda erkin tanlashlar. Bu aniqdan natijangiz chiqqandan keyin tanlaysiz, tanlagandan keyin shu qabul qilingan bir kichik bazlar bo'ldi shaharlar, har shaharlarda. Aşağıya berib aniqdan salomatligingizni tekshirdi. Salomatlikni tekshirib, salomatlik tekshirishdan o'tgandan keyin salomatlik tekshirish degan universal tekshiruvda bir cho'ng chatoq bo'lmasalar, odatda normal o'tkazadi. Shu salomatlik o'tgandan keyin aniqdan ular rasmiy shu qaysi kasbni tanlagan bor, sening natijangga bunday kasblar chiqdi deb aniqdan o'zingiz ichida o'zingiz tanlagan kasbni tanlagandan keyin dastlabda har yili hamda buni yana tafsilroq bir tushuntirib qo'yay. Meniki ham quruq armiyada enlisted bilan commission officer deb ikkiga ayrildi. Bu officerlar bilan enlistedni hamda uyg'urcha tarjimani men bir izlanay. Shu oddiyaroq aytsak, enlisted deganimiz shu to'liq o'tirib bitirib chiqqanlar, bakalavrlik, oliy maktab
o'qimagan bolalar, bevosita kirgan bolalar, bular bakalavrlik unvoningiz bo'lmasa, ingliz tiliga kirish salohiyatınız to'shidi. Agar siz bakalavrlik o'qib bakalavrlik unvoningiz bo'lsa, siz ofitserlik kuchsiz. Yana birisi agar ofitser bo'lsangiz, to'liq o'tirib putur natijada shunday yaxshi ofitserlik bo'lgangiz bo'lsa, siz armiya bilan to'xtamlashib, armiya sizniki abunaylik turib so'zlaymiz-ku, shu o'qish yo'lingizga ko'tarib, oliy maktab 4 yil ROTC deydi, oliy maktab o'qib, sizni o'qish yo'lingiz ko'targansiz o'qib bakalavrlik olib chiqqandan keyin mana ofitser bo'lib, uning 4 yillik ofitserlarniki odatda shu 3 yildan 4 yilgacha ingliz tilining dastlabki masalan o'qimayman ingliz tili bo'lay desa, shu 3,5 yillik dastlabki tunji to'xtam odat normal 3,5 yil bo'ldi. Bu kasbga bog'liq. Ba'zan kasblarning masalan biza uzun bo'lish kerak, lekin eng oz deganda 3,5 yildan boshlanadi tunji to'xtam. Shundoq. Mushu jarayonda siz tizimlik elib bo'lib imtihon tayyorlab qolmish jarayonda siz qiyinchilik uchragan yerlar bormi? Bo'ldi. Men abimman degandek shu kaplamla turmushning alahchiligi tushgatdi. Başta qo'saqni to'ygandim saqinmaydi. Ve şu ishlar bilan u yerda bu yerda ishlab yurib hamda mana shu o'rganish jihatda, til jihatda abimman degan ilgirlash zo'r emas. Eng dastlab qiynalishlar shu imtihon tayyorlab qilgancha men degan universal imtihon bo'lgan ekan. Bizga o'xshash hamda biz yurtda oliy maktab o'qidik dedik. Nurg'un mundaq ishlar chiqgan chog'da nurg'un pushaymonlar bo'ldi ekan. Ayni vaqtda biz o'zimiz ingliz tilini yaxshi o'rganolsam bo'pti degandek. Bo'lib shu tabiiy so'zlari deymiz, mexanik so'zlari, ximiya, fizik biz boshqa tilda o'qib chiqqandan keyin ingliz tilidagi kasbiy so'zlarni tuyuqsiz tushgandan keyin uning vaqt ketadi ekan. Bir tarafda ishlashingiz kerak. İşten tushib charchaysiz, charchab tushib anaqadan buni tayyorlik qilib qilgan chog'da bu dastlabki qiyinlik bo'ldi. Shuni qilib men tunji qitimdan beri o'tamadim. Buni e'tirof, buni hozirgacha shu ag'inam bilganlar hozirga chaqchaq qilishimiz. Boshda o'sha imtihonni o'tamay yurgandan albatta eriz deymiz men. Shuning bilan shu ashnaq bo'lgan ahvollar bo'ldi. Qiynaldim, bir qitim berib bo'lib 6 oyga takror darsim bo'lmaydi. 2015 yil 5 yil beri bir 6 oydan keyin qaytib 6 oydan keyin anaqadan 6 oy men xiyolimda oddiy u deb o'ylab ekanman, kirib bergandan keyin shu men degandek shu til saviyamning cheklakligidan mag'lubiyat uchirdim. Shuning bilan 6 oy anaqadan shu rasmiy besibda shu ishlayman, ishdan tushib kelib o'g'inish qilma, shanba kuni o'g'inish qilma. Mana bir qilin, bir kitobni olgandim. Shuni amini bir o'tkazib bo'lib, ikkinchidan berib o'tdim. O bir qiyinlik bo'ldi. Anaqadan kirgandan keyin abimman degandek to'xtamdan tuzab bo'lib, salomatlikdan tekshirib bo'lgan ekan anaqadan sizga vaqtingizni chiqirdi. Men 3 kuni basic training deydi, asosiy mashq. Odatda umumiy kasbingizga bog'liq, masalan, qilgan kasbingiz qarta basic training barligan bazalar o'xshamaydi. Masalan, men qilgan ishimda Oqsapning kasbini tanlagandan keyin Fort Jackson, South Carolinaga kelib 2 oylik asos mashq qatnashdim. Asos mashqda o vaqtda bir qancha qiyinchiliklar bo'ldi. Uni yana tafsiliy savolingizni tushuntirsam bo'ldi. Mushu tizimlik app bo'lgandan keyin qatnashgan birinchi kunni esingizda bir tasvirlab bergan bo'lsangiz, birinchi kuni. Birinchi kuni shundoq qatnashgan birinchi kuni. Shu birinchi kuni aqchan buni YouTube chiqib ko'rsanglar bo'ldi, basic training first day deb search qilsanglar hozir bor. Shu shark attack deydi armiyada. Lahanglarniki hujumi deb shu birinchi kuni bak hozir esimni chiqatmaydi. Birinchi kuni shu BMSda o'tgandagi shu qabul qilish bosqichiga boramiz. Borgandan keyin shu avtobus bilan boramizlar yoki o'zingiz? Ya shu men
meniki recruiter office, my recruiter askarlik qabul qilishlar. Manasini tayyor bo'ldi. Machinchi kuni ship deydi o'sini ship chiqaryapmiz o'sha. Mana basic training deb ishxonamga muncha soat munchada keldi deb shu askarlikniki birinchi kunimiz shu atgan qo'p shu vaqtdan boshlanib atgan turish, o'rganish. Atgan soat 4 kelsam, seni o'sha gapirib tashlab qo'yma deb shundoq xabar berdi. Bergandan keyin ana qilib atgan soat 4 chiqib bordik. U ana qilib meni mashinaga bazaga bordi. Bazaga borgandan keyin ular anarqi chiqishdagi nurg'un jadvallarga imzo qo'ydirib aşağıda yine anarqi bir rasmiyatlarni o'tab, avtobusga bosdi. Ana qilib men u vaqtda New Yorkdan qatnashgan. New Yorkdan South Carolina qilish uchun bayplan balat aptay qo'ydik. Aerodromga kirib maslarning baltonlar mushak berib ayak bağlangan ekan. Ayaklar avvalda adam bor dedi. Shuni bilan shu aeroplanni chiqishdan burungi kalons o'tgan narsalar bormi? Qanday hissiyat? Vaqtida yolg'izlik his qildim. Shunday yolg'izlik his qildim. Chunki men bu mandab o'tgandek kelib ishqishilini shu o'zimizningki jamoatimiz, o'zimizningki do'stlar chambergimizni yashadik. Do'stlar bor, o'yitkilar bo'lmasmi? Yashumganda paranchib tura olasiz. O kundan boshlab men haqadan telefon bor qachonda, ba'zi bog'icha. Lekin chiqdim bir xil hamda bir yangi bir muhit ketib bormadi. Biza hayajonlanish bo'ldim. Ham biza anaqadan shu ba'zan bilib mangan bolalar bo'ldik, yangi bolalar bilan tanishdik. Hammamiz bir xil andisha, chunki Shark Attackni men hammamiz qo'limizda borgan ekan bizni bir o'shadagi drill sergeantlar deydi, hamda mana shu abbiy mashq qildirgan askarlar. Ular sizga shu dastlabki intizom kuchlik askarlikniki shu muhitga bir mana shu intizomlik bir tuyg'uni berish bir shunaqa bir sizga bir shu urush maydonidagi bir muhitini tunji bir ta'sir berishda shunaqa bir madaniyat bor askarlik uchun. Shuni bilamiz. Ama bunun nereden nereye olduğunu kaldığımız ötmeyi bilmemiz de bir ciddileş bulduk ya. Altına otadık, keldik, abduz otadık, bağdık, keş saat, o küçük şunda küçük keşlere bağdık. Şundan bazen şey abduz kirip bazıdan şu maşın toxtab balık Shark Attack başına bir drill sergeant çıkıp lan YouTube'da çıksalar görsüler bazı videolar çıkar. Bizdenki emas ama lekin unutsalar şunda. Şu vaqra urush maydoni turdi. Tushadi, tushiblanma shu yabig'lashni boshlayapti. Shu tushiblanma. Shu chiqib. O vaqra tushadi, bir vaqan bilan Alloh bo'lsin ko'tarib tushgansa tushib deganim. Sen masalan sizlar shaq tamtirtdik ekan. Shu vaqra qandaq maloniki maloni pixsiks nadin nagicha shundaq tamtirashlarda o'ziniki mau bizniki mau ya bizniki mau guidance deydi. Mau yulinishimizda diqqat qilamiz. Bizniki mau tushuntirishimizga diqqat qilishda jiddiychilikdimi? Biz ma'ni qilsak shuni agishalamdi bizga deb uni ko'rdik. Shu rasmiy ba'zan bolalar jildish kitib, on qilish qalisiz qo'rquvda kitib gap kirmaydan ahvollar bo'ldi-ku. Unda butun shu bir haftada bir bola shundan chiqib qolsa hammamiz shuni tugadik. Hammamiz tanlamni yabig'lashdik. Qachon o'ng'alamiz. Shu kun oqshomda bir tayyorlash boshlangan birinchi kun ham. Shunda kashfiyotga qilib, anaqadan kirib shu qabul qilish hamda qismida bir hafta o'tdik-a. U yerda anaqadan shu oqshomda kashkicha shuni qabul bir xuladan kelib shuni askarlikniki yatoq kirib o'rlashdik, shuni hayotimiz boshlanadi. Shuni ichida bootcampda sizga eng ta'sir qilgan ishlar bormi? Bakchi hozir hamda men abeman deb o'tgandek kirgan kunlar shu saptashlik angni singdirishni boshlayotgan sizga. Barrel body left and right. On tarafdan sol tarafdan odamlar sinqansin deydi. Buni sindirishning maqsadi nima desangiz, urush maydoni bo'lgan bir qalsa, ammo shu o'ng qo'l tarafdan sol qo'l tarafga odam senga oyat nimadik saptash bo'la oladi.
Şoňa sen maşa adamny taň hamdaş, taň yoldaş bula alsaň, rahmanla şunda ideal bolsaňlar, bir-biriňlaryň haýatyny goda kıla alaysızlar degan aňyny sığdırışı başlaýdy eken. Bu dastlapki tuýgu. Näge barsaňyz çokum bir adam kaşaňyz buluş gerek. Çünki agar siz çataq çıkalsa, oşuny tekkir kıla alaydy dep mundaq sığdırdy eken. Bu bir. Hamda men biz hem Uygurlar buluşduğumuz bilen hem de men qandaq his qıldım desangiz, kirib anaqadım şu bir hafta şu qabul qilish jarayonida şu aminimin tizimlab dak deb nas qilib turdim. Va kinolar ko'rgan bo'lishinglar mumkin, shu ismimizniki taxtayni qilib bo'yimizga zincir qilib butun o'zimizning uchurimiz mushay bo'ldi. Bunun üstüde sizningki hem uçuruğunuz hem özünüzdeki dini etikatınızın yazılan yer bulduk. Ben tizimlatkan çağda şu nimeden qaşınsa manga imtihanda dastlab tuyg'u nim bo'ldim desangiz shu hamda yurtki vaqtda kamsiz uchrab cho'ng bo'ldik. Shundami? Şoňa bir xil nazik, bir xil yuşurdigan bu qalgan so'zingiz self hiding, aydan özümüzün kimligimizni yushirish. Bir xilamda bu pixsikat menda bütün Uyghur qarindoshlarimizni bu xil pixsikan. Bir xil sizni asonliq millat deb minority deb. Ayada minority miyaga kelib atrofimga qarsam men yolg'iz musulmon ekanman. Şoňa özüm yeni minority his qildim. Shunda nazik, sensitive. Minority his qilib, şunu bilan yeni tabiiylamni özümni yushirish ahvollar bo'ldi. Bir xillik özüm bir xil qaçırıp amdan meslengemde iştemer kelgen çağda şunda bir kallam qilib qolgan. Aqydan rasmiy mashq kun başladık. Yana qismga kirib bir haftadan keyin ayaga qildi. Iyadin bir qitim shark attack qildi. O gün tığımı vəşçi o degan şu son bilan götürüp degan bir gün vəşçi tarif etdik. Yana haqiqiy özünüzün mashq qismingizni bağlan çağda. O bir bo'ldi. Alaqadan şu jarayonda bunu iştik deb o'tay. Vaqtimiz bir qatibdi. Qanday bo'ldi desangiz, şu her yakshanba kuni şu dushanbadan shanbagacha mashq. Yakshanba kuni diniy religious service deb şu din mulozimat kuni deb deydik yakshanba kunida. Şu bazı ishida şu Hristiyan mulazimati Yahudilarniki, Budistlarniki, Müslümanlarniki. Şunun bilan birinchi sabab men degandek şu bir xil ehtiyot qildimmi deb azramni qarab, azir o'ylab baqsam, ehtiyot qilib ekanman, ehtiyot qilib bak islomik şu hozir o'ylab baqsam bizning shu qadar yurkimizda o'tibgan yurtda şu kadar aslında kit kapkamiz özümüzden şu etikatımızda bir xil yushurib, ashchini desam bo'ldi-ku deb. Hamda bunda desam imonimizdan nadin aytib yaratuvchimiz baho berdi ekan. Shuning bilan birinchi sabab bormidim. Bormay o'tarsak, shuning bilan bormaganlar madaniy mulozimat bormaganlarni yatak tozalashlarda bir kun yatak tozaladik. Şoňa bu maynaş gidip hem şoň kelarapdan aqydım bir hafta oýlaşdym bunu. Muş toğruluk meselenge assallyk millet, miyakilip ýene assallyk millet nime üçin ýene muşna erken dünýäde äň erken, äň demokratik döwlet kirip äň demokratik döwletniki muş asker sistem kiripmi ýene özüm ýene muşundaq bir xil korkunç tuygul buldum dep. Bir hafta şunda mashq bo'ldi. O'rgandik. Ammo shu bakrek o'zim unisi yolg'izlik topdim. Shuning bilan o'ylandim bu bizniki shunda pixsaki masalaga universal qo'rqinchli tuyg'u. Buni yenish uchun cho'qim o'zimiz qachon his qilib, o'zimiz shu to'saqdan o'tmagicha tashqi muhit qancha sizni besim qismi hech qanday ilgilash bo'lmaydi deb shuni his qildim.
Şunun bilan da o'zim shuni bir haftada shundaq mush ishlarni nurg'un ham cho'ng jatdan shu o'zim taqdan bag'dan o'ylanib bir yakshanba keldi. Shuning bilan bir hafta qiynaldim, yolg'izlik his qildim. Unisiga men ham yosh cho'ng kirgandan keyin o basic trainingda ko'p insob emassiz degandek bosasman chiqdimiz. Ko'pincha bolalar to'liq o'tirgan, bittagan kichik bolalar. Bizning kichik shu kichik bolalarning orasida o'tirib igispas ishlarni ko'rib bir xil ular bilan tan bo'lmagan. Lekin kollektiv ani o'rgandik, abemma degan sabdashlik ro'yi degandek barul bari deb qilib shuning bilan yakshanba bo'ldi, ikkinchi yakshanba bordim. Musulmon islom dinimizniki mulozimatiga. Men borgan kuni shunda qulga ketdim-ku, kirsammanmi shu bizniki o kuni tajimiz shu bizning dinimizdagi shu cho'nglarni hurmat qilishlik madaniyatimizni Qur'onda yozilgan cho'nglar bo'lgan hurmat ota-onamizni to'g'riliq kunni so'zlagan kun ekandik. Kirgan kunimdan bir e'lon taxtda tiz qo'yibdi-ku, mana cho'nglar to'g'riliq. Bir badam do'ppi kiygan odam, Qashqarning ko'chalariga deyman. Rasmni chiqarib qo'yibdi shunaqa. Har qaysi yurtlarniki hamda musulmonlarniki obrazlari edi. Shu uni ko'rib ichim shundan bir iliq his qilib qoldim. Kirsam mana qo'dan shu men kirgan vaqtda lieutenant colonel ekandik, rank officer, chaplain deymiz. Seriyalik adam ekan, u ko'chman 80-yil qatnashgan ekan askarlikka. Officer bo'lib, diniy officer bo'lib, shu lieutenant colonel bo'lib kirgan kunimga o'sha adam degan shundoq chiroyli o'qib Qur'onni degan ish qo'yibdi. U bir xil cho'ng bir xil tuyg'u bo'ldi-da, bu tunjuqdim askarlik ishga kirib qolsangiz. Ham bizning oq ko'rinmishdagi bolalar bu bir xil cho'ng bir ko'z ochilish deymizmi? Uni ko'rib shunda boshqacha bo'ldi. Manaqadan shu Qur'on Karimniki shu nimasini kichik Qur'on Karimdan chunki men basic trainingning bir deyishni unutmayman. Kirgan kun o'zim boshlab butun telefoningiz oldi sirq dunyodan 2 oy sirq dunyodan aloqangiz uzildi. Chunki xat yozsangiz bo'ldi uyingizga bilan. Mening ham uyimga bo'lmagan keyin hech kim bilan xat yozishmadim. Shuning bilan shu yolg'izlik tortishniki bir sabablari. Naqdim hech qanday kitobingiz olsangiz bo'lmaydigan bo'lgandan keyin hech qanday o'qiydigan narsa yo'q. Lekin diniy kitob o'qisangiz bo'lgan. Shuning bilan u kuni naqdni Qur'on kitobdan tiz qo'yibdi. Qur'on kitob o'qinglar olsanglar bo'ldi deb. Shunga berib bilan birinchi kun Qur'on kitobini oldim. 2 soat shundoq takbirni shu cho'nglarniki cho'nglar to'g'riliq, hurmat qilish to'g'riliq shunday yaxshi anladim. U kungi ibodatlar shunday yaxshi bo'ldi. Ularni ko'rib uni qilib shuning bilan qaytib keldim. Qaytib kelib shundoq nurg'un jiq ta'sirotlar bo'lib ketdi mumkin. Shunday bir ro'yijatdagi bir xil xushhallik, hayajonlik anaqadan uni ko'rib uni avvalda shu 2 oy anaqadan yurtda hamda men muntazam opaqmagan o'zimizning dinidagi bilimlarni askarlikka kirib Amerikada endi 2 oy muntazam shundoq his qildim-da, o'zim o'qidim, mashqdan tushib uxlashdan burun bir ham o'qiyman, o'qib anaqadan yana bir ish degim keldi, ham menga cho'nqur ta'sir qoldirgan. U odammi shu so'zlagan odammi bir qo'lida bizningki diniy aql kitobimiz Qur'on Karim, bir qo'lida Amerikaning asos qonuni. Shuni birlashtirib 2 kitob mana shu Mao asos qonun, shu bizning aqliy kitobimiz asoslab yozgan asos qonun. Ikkisi hamda bizniki hamda askarlikniki maslangamda bu bak ilqi shundoq men de o'zim shundoq yoqtirgan yerim-ku bu. Chunki nima uchun desangizmi shu siz askarlikka kirgan chog'da qasam bergan chog'da Amerikaning eng bir go'zal yeri. Siz hech qanday bir partiya uchun kirmaysiz, hech qanday bir hukumat uchun kirmaysiz. Siz qasam berib kirgan chog'da men Amerikaning asos qonunini qo'llayman. Asos qonunni har vaqt qo'lg'uvchi bo'laman. Mayli sirtdagi dushmanlar olsun, men ichki dushmanlar olsun,
kimki asos qonunga hujum qildi, asos qonunni yo'qotamiz deydigan, bizning vazifamiz shu deb qilamiz. Shuning bilan bu güzel yerimishadi uchun ayni vaqt asos qonunimi shu Yevropadan shu diniy radikallashib shu ziyonkashlik uchirgan odamlar qochib kelib miyada qurgan davlat bo'lgan ekan. O'zlari erkin hamma odamlar erkinlik yashash kerak deb ham bizning dinimizga pek uyg'un tushdi. Zo'lash yo'q, rahatlik, hamma odam erkin yashash. Shuna bu aql kitob mayli Injil olsun, mayli Tövrat olsun, mayli Qur'on olsun, bizning shu aql kitobimiz asosida deb ikki hamda bu shundoq yurtlik vaqtimizni ko'p baxmagan o'ylab baxmagan nuqtalardan tushundim o'zimizga. Ama o'zimizki burunqi ko'rgan kashkalarimizni birlashtirib, bir xil deb shuni bilan cho'nglarimiz atam bilan deydigan gaplar batdi. Ko'rgan qilar, ko'rmaganni nima qilar deb shuni bilan shunda xo'sh bo'ldim. Bu bir bo'ldi. Yana birsi hamda endi shu menga ta'sir qilgan yerlarning eng muhim ishi shu kamsiz to'g'riliq. Amerikaniki shu askarlik sistemda regulation nizam qonunlarniki shundoq bo'lib shu millat bo'lmasa kamsitish to'g'riliq bak ig'irligi uch ham jazosi shundoq ig'irchi bizning kichik shu yatağımızda bir Koreyalik bal battı. Bu Koreyalik balını biz bir günü məşqdən axırlaşıb qayıdıb gəliyotgan çağda bizdən yeni bir beton deyimiz var, hem de yeni bir qismdagi shu bizning bir bino turilgan. Biroqtalik balı shu kamsitish xarakterdagi so'zni deb chaqiribdi. Shuning bilan bu söz hamda shu ayni vaqtda Koreya urushida ishlangan so'zga men uqmabdikanman. Shuning bilan bolalar shunday g'ulg'ul ketdi, yotoq kirib, bu bunday qisqandoq deb bir qancha bizning yotoqdagi bolalar shu hamda misha deyarlik koreyalik bolalar menga o'xshash ko'chman bola. Uni bir xil u jim tursa, mana shu misha deyarlik o'sib cho'ng'an shu aqtallik Afrika pushti bo'lgan qarindoshlar ular naqadingan shunda hayajonli bu bundoq qildi biz cho'qim bizniki potensial o'zimizniki o'qitishimiz kerak bu degan cho'ng bir kamsitishlik xarakterlik so'z bu degan zero tolerance policy uyg'un kelmaydi deb shunda bo'ldi-da. Shuning bilan men bu qandoq so'z deb surishtirdim bu shunday chiqin Koreya urushida so'zlangan so'z deb shuning bilan bu bolalar degan chiqib o'qituvchi imkos qaytardi, imkos qaytarib qo'ygan ekan. Oyog'ida shu degan bola oyog'ida maktab bitirolmadi. Shu sabab bilan shu qadar jazosi og'ir. Bu ishni menga nima ta'sir qildi desangiz, Amerikaniki shu muhit, kichik bolalar tug'ilib, bu ishkimiz nurg'un paranglashdik bu masala to'g'riliq bir xil shu o'ziniki huquqiy, o'ziga mansub narsalar daxil bo'lgan chog'da bular majlisga kirib turish ro'yi. Masalan, biz Koreyalik bola bilan men bo'lsam biz Koreyalik bola o'tkazatmoqchi deymiz. Olmasa ularni tezroq bitirib olib, tezroq o'zimni ishini qilib, o'zimni nimsida deb. Lekin shunday kichik ishlardan bu farqni his qila oladigansiz. Shunga biz diqqat qilsak bo'ladi, buniki hayotimizda bolalarimizni tarbiya qilgan chog'da o'zimizga mansub narsalarni, o'zining huquqiga daxil qiladigan ishlar bo'lsa, o'z adolatsiz ishlarni ko'rgan chog'da maydon kelib chiqish. Bu burun bizda bor ekanda, lekin biz buni yo'qotib qo'yibmiz. Ammo asta-asta hamda yangi davrdagi bolalar asta shu his qilib munozaralar bo'lyapti. Ammo shu hamda meniki bir qancha his qilgan narsalar. Rahmat. Cho'nqur ta'sir qoldirgan. Rahmat. Shu askarlikka qatnashgandan keyin sizningcha o'zingizni o'zgarishlar bo'ldimi? Qaysi jihatdan deysiz? Har qaysi jihatdan, psixik jihatdan bo'ladi. Cho'ng o'zgarishlar bo'ldi deb o'ylayman. Hamda men qisqacha misolga aytsam, resiliency deb o'rgandim. Bu yangi so'z. Men inglizcha Army'da resiliency class o'tdi.
resiliency degan gap endi tarjima qilsak shu chidamchanlik deb bilsak bo'ladi, lekin men to'g'ri so'zni topolmadim. Endi buni nima desangiz shu har vaqt adam muvaffaqiyat qozonmaydi. Turmushda siz har vaqt zarbaga uchraysiz. Bu shikaylik mashqqa iroda demakmi? Chidamchanlik ro'yingiz ya irodamiz endi voz kechmaslik ro'yi deymizmi? Irodangizcha. Irodalik tavlanish deymizmi? Shikayda shuni cho'ng ta'sir bo'ldi. Endi 5 yil bo'ldi. Shu o'rganganlarimni hozir qadar ishlatyapman. Ko'rgan kashkanlarimni. Anaqadan shu ilqi g'urur bilan yashashni o'rgandim deb o'ylayman. Buni ham bir universal tushun qilishingiz mumkin. Buni deyish maqsadim shu abim degandek, shu o'zimniki ko'rganlarim menga ta'sir qilgani, o'zimniki biroq o'tmishim. Asta-asta men bundoq yashasam bo'lgan-ku, men maydamni kerib, faxrlanib, men Uyg'ur, men musulmon, men Uyg'ur Amerikan, o'xshash odam degandek bu qanday deymiz hamda shu bizning hamda shu o'zimizni o'rtaqligimiz deymizmi? Bir xilamda vatansizlikni bilsiz, biz hamda o'zimiz shunday qilgan. Bu ayrim bir temoga hamda bu xil tuyg'u. Ammo shu tuyg'udalik bir xil o'zimiz ishonchimiz bak oz kelchu bizniki ish boshqa o'zining davlati va millatlar qaraganda biz bir xil o'zimiz bir xil o'gay boldek shunga kelib surf qildim. Boshda asta-asta American degan kimlik asta-asta faxrlanish tuyg'u bo'ldi. Vatandosh bo'ldim kirgandan keyin. Bundan vatandosh bo'lgandan keyin anaqadan davlatning tarixini o'rgandim, cho'nqur cho'kib, nurg'un esil askarlarni ko'rdim. West Point bilsiz, shu Amerikadagi dunyodagi eng yaxshi harbiy maktab bitirib chiqqan ofitserlar bilan birga ishladim. Qo'mitanim bo'ldi. Ularning yurish-turishlari, ish tutish yo'llari, ularniki karakterlaymiz, ularni ko'rib anaqadan asosda anaqadan menda bir xil faxrlikka shunday go'zal bir organizatsiyonda ishlash fursati erishganimda xo'sh bo'lib, shu o'zimizning terimdan faxrlanish tuyg'u, g'ururlik tuyg'u anaqadan atrofimda ko'rgan kashkan musabbdoshlarimga o'zimizning hikoyalarini so'zlab, O'rta Osiyoning madaniyatini so'zlab, o'zimning bilginish tariximizni tushuntirib qilgandan keyin bir xil I'm a proud Uyghur American deydigan nuqtaga keldimda. Kelib Mesut Özilning shu Germaniya komandasi bilan ziddiyat bo'lib bo'lgan chog'da degan bir so'z bak ta'sir qilgandi. Mesut Özil umum ko'chman. Mesut Özil namimizni bildi, futbolchi. Biz uchun so'z qilayotgan to'pchilarning birisi. Ashton bir so'z bak ta'sir qildi 2 yil burun. Shuningda o'zi shu bayonot bergan chog'da I have two heart. Birsi Turkish, birsi German. Shunga o'xshash. Shunga o'xshash shu men hozir shunday o'ylayman bo'ldim. I have two heart. Birsi Uyg'ur, birsi American. İkisi o'xshash, exactly o'xshash o'rin turdi. İkisini anda silishtirib va qaysidan bakrak turgan deydigan ish yo'q. Sen o'xshash darajada. Ammo shunday ta'sirlar bo'ldi shunday ichida. Shunday faxrlanma, go'zal bir davlat yashayapmiz. Go'zal ishlarni qilyapmiz. Xudoyim buyursa kelgusida yana go'zal ishlar bo'lsa deb o'ylayman. Xush qo'ydik. Har vaqtda shu nurg'un fojialarda tarix vaqtim yashayapmiz. Fojialar bo'lyapti. Lekin shu 5 yillik chiniqish ko'rish jarayonida shu xush qo'ydik, voz kechmaslik, tirishish, o'zimizni kuchlantirish, sog'lom bo'lib, tan sog'lomlik, sog'lom tanda sog'lom ideya deb gap.
shu qatorliq o'zgarishlar bo'ldi deb o'ylayman. Bundaq cho'ng jalt deb hisoblayman. Rahmat. Shu askarlik qatnashgandan keyin siz yoqtirmagan yerlar bormi? Yaxshi ko'rmagan yerlar bor. Abim aytgandek shundoq minnatdorlik tuyg'uda yashayapmiz. Yoqtirmaslik degan gapni men ancha to'g'ri ko'rmayman, lekin qiyinchilik bo'lgan yerlar bor. Hamda qiyinchilik ko'rgan ishim shu masalan o'zingizning tanlagan bo'lgan qismlaringiz qatta Amerikan askarlik o'zinglar bilgandek butun dunyoda hammayerda bas va hammayerda vazifalar chiqib turdi. Shunga ba'zan qismlarda shu 2 yilda 3 yilda bir qitim bir 6 oydan 9 oygacha sirtqa chiqib vazifa o'rinlash ishlari bo'lganligi. O jarayonda ikimiz o'xshash uy uchoqliq bo'lib bolalar bo'lgan chog'da men bir 6 oy 9 oy sirtda bo'lib qolsam xizmat sababi bilan shu siz ayolim bolalarim japatat qilamu yolg'iz men sizlarni bolalarni sog'inib oyliklarni sog'inib shu bir qiyinchilik bo'ldi-ku, lekin hamda boshqa tarafdan bersangiz umumiy bir xil ko'z ochilish bo'ldi-ku, boshqa yurtlarga berib boshqa shu Amerikaniki do'stlash davlatlar bilan boshqa millatlarni ko'rib u bo'ldi-ku, lekin qiyinchilik yeri shu o'yitlarga sig'inish, sizlarni ansirash nadinakchi bo'lyapti degandek. Lekin hargiz men yoqtirmayman deb o'ylamayman deb o'ylayman. Shu yaxshi sistem shu birdan bir badal to'layman. Shu birdan bir hamda mencha bo'lsa bir kelgusida shu askarlik qatnashishni o'ylayotgan qarindoshlarimiz bo'lsa, qiziqqan bo'lsa, men birdan bir hamda qiyinchilik bo'ldi deb o'ylaydigan yerim shu. Lekin yana shu abim degandek shu tanlagan kasbga bog'liq. Buni tafsiliyini tushuntirsak bo'ladi keyingi sonlarda agar qiziqsa. Ana har bir savolim. Shu yosh bolalarga qatnashmoqchi bo'lgan, ya endi qatnashay deyotgan bolalarga bergan maslahatingiz bormi? Maslahatim bor. Agar shu askarlikka qiziqib kirishni o'ylashayotgan qarindoshlarimiz bo'lsa, ular shu Amerika tavasida mening deydiganim shu oldi bilan shu 5 yildan 10 yilgacha bir hayotlik planinglarni tuzib, o'zinglarniki bo'lib shu qanday kasb qiziqsa, bu kasbni masalan men abim degandek 3,5 yillik bo'lib chiqarsam, men shu 3,5 yillik tajribamni chiqartgan askarlikdan keyingi hayotimning nadinakchi palliga yuqori palliga chiqalamdim, chiqamamdim degandek qatorliq bo'lib shu kasbni bakrab o'ylashib qildigan kasbinglarni shu kasbni kirish uchun keladigan umr sanchak shartlarni ham izlanib shuni yaxshi tayyorlik qilsanglar, anaqadan badan chiniqtirish, har vaqt badan chiniqtirish yaxshi bo'lsa, u bir har vaqt kam bo'lmaydigan narsa. Hammadan muhimi shu mencha bo'lsa shu men o'zim shaxsan qanday o'ylayman desanglar, hammamiz nurg'un bolalar hozir shu Amerikaga kelib hamda hech kim bolalarni tanqidlaganim emas, hamda mening o'ylig'im shaxsan. Biz shuncha qurbonliklarni ko'z tutib, ota-onamizdan ayrilib, yurtdan ayrilib, misha kelib, misha o'rtoqlashib, bara shu yurtga vaqtimiz o'qishim g'oyat yashashni orzularni qilib keldik. Ayni vaqt orzumizning bir o'yli shu. Shuncha qurbonliklarni ko'rsatgandan keyin miyaga kelib, shuncha faqat shu yuqori maosh bo'lsin, shu moddiy jihatga narsalarga bak berilib, o'zimiz haqiqiy qiziqadigan narsadan voz kechib qildigan ishlar bo'lmasga deb o'ylayman shaxsan men. Shunga shu mening o'ylaydiganim shu askarlikda hamda bak fursat chiqchi, masalan, nima qiziqsanglar shu qilish
fursati hamda mana jamiyatga mana kirib bevosita kirishniki ta'sir hamda mana bizga o'xshash ko'chmanlarga cho'ng askarlik shu mana bir yillik shu Amerikaniki shu abemandab o'tgandek shu Amerika jamiyatiga bizga o'xshash ko'chmanlarning bundoq rasmiy singishniki bir qisqa yo'li deymizmi. Unda bo'lgandan keyin shu bir yaxshi planlab bo'libmi hozirgi vaziyatimizda mencha bo'lsa shu yana bir shu his qilgan ishim agar bizning noposimizning jiqishiga ergishib shu Amerikaning askarligida noposimiz jiqaysa misol bizning askarlikda Latin Amerika qit'asi pushidan bo'lgan askarlar bor. Hamma millat bor. Asiyaliklarning Koreyalik, Filippinlik, Qatarlik, Vyetnamlik. Bu nopos chiqargandan keyin bu askarlikning ichida shu millatlarniki madaniyat apsi, madaniyat ayida faoliyatlarni qilib turuvchi uchun vaqtman o'zbek o'ylab ketman. Bizning shunday go'zal madaniyatimiz bor agar bizning noposimiz jiqib shu askarlikda chiniqib ko'rganlar masalan jiqda ofitserlar bo'lsa, generallar chiqsa, lieutenant colonellar chiqsa, sergeant majorlar bo'lsa, bizning noposimiz jiqib armiyaniga va Uyg'urlarning ismi Uyg'urlarniki teamlari chiqqan chog'da masalan bular degan mundaq bir millat bizning askarlik tichadigan mushtaq bir guruh bor shundoq yaxshi deb bizga mana shundoq madaniyat aptalarini berib o'zimizning shu Amerika jamiyatiga askarlik madaniyati shu Amerika jamiyatida bir qism ma'lum darajada yuqori darajada turdan bo'lgandan keyin bu biz uchun mayli shaxsiy o'zimizning shaxsiy taraqqiyotimiz bo'lsin va yoki o'zimizniki shu jamoatimiz o'zimizning millatimizning taraqqiyoti bo'lsin bak cho'ng foydasi bo'ladi deb o'ylayman. Men pek tashabbus qilman yosh bolalarni hozir 2 yilni nima qilsam bo'ladi deb yurgan bolalarniki yo bo'lmasa hozir qilayotgan ishinglarni yoqtirmay va xizmatda pek qiynalayotgan bolalar bo'lsa sharoitinglar to's bo'z yarbaslamlar sizlarni yaxshi o'yishib qilishinglarni umid o'ylayman shaxsan. Anaqadan shu kelish to'g'riliq nurg'un inchik savollar bor. Benim deb o'tgandek agar qiziqsanglar so'z qoldirsanglar bizning shu videomiz ostida biz shuni qarta so'z javob qaytarsak bo'ldi. Hozircha berilgan taklif fikrlarim shuncha. Shu qimmatli vaqtingizni ajratib maslahat berib o'zingizningki tajribalaringizni so'zlab berganingizga ko'p rahmat. Sizga rahmat. Ko'rilmalarniki zerikmay hamda biz jiqqa qoldim hayajonlanib. Lekin men deb o'tgandek yana nurg'un ta'sirotlar bor, nurg'un ko'rgan o'y fikrlar bor. Buni hamda men faqat shu tema qiziqqan qarindoshlarim bilan har vaqt fursat bo'lsa shunday mundashishni xohlayman. Yana bir qitim ma'murlarning shuni ko'rib ko'rpagining rahmat. Anaqidan oxirida shu kanalimizni bo'lsa bahramand bo'lib yo bo'lmasa subscribe qo'ysanglar bir aytishib qo'ysanglar shu programmamizda men degandek bo'lib shu biz hozirgi ayolim ikkimizniki hozirgi eng cho'ng orzularimiz shu farzandlarimizning o'shali millatni suydigan o'zimizning yurtimizni suydigan hozirgi davlatimizni suydigan bir yaxshi bir yetishtirib chiqish orzularimiz bor. Shu jarayonda shu ekran orqali shu chet elda o'xshash ahvollarni beshini o'tkazayotgan qarindoshlarimiz bilan tang o'rtoqlashib, tang shu tajribalarimizni almashtirishib, shu o'zimizniki jamoatimizni tag'in bir go'zal muhitlarni yaratishni orzu qilamiz. Menlarga yana bir qitim rahmat. Menlar kelar qitim ko'rishguncha omon bo'linglar.